Ha, tez ol. Men sizga degan materialni avatib qo'ydim. Ha, hisobotni urvatdim. Ma'qul. Baş direktor, mallarning bu oylik xullas chiqib ekan, ko'rib boqib bo'lsangiz. 1 million 700 ming chiqibdimi? To'g'ri. Bu ayda balaning mal setishi intayin yaxshi baş direktor. 10 ming talviz choplab setilibdi. Bo'ladi. Uni bo'lsa, mukofotlaydigan balaning tizimligini menga bering. Aliqini baş direktor ayız tarafda. Siz meni o'lsin debsiz? Ay, bo'ldi. Direktorni xijil qilmayli. Mana o'zinglarning ishini qiling. İşqingizni bir ömür kuysin demsiz? Men sizga zaten nemish qilib bersam bo'ldi. Meni buncha xarlamang. Bu bo'lsa bizning eski markasdagi yuz chaplaq. Aynim shu bo'ldi. Bir kuzada o'zingizga yenib qolmasin. Chunki bir odamning ko'ngliga azar bergan kishi menga yaxshi ko'rmaydi. To'g'ri deysiz. Nihoyat to'g'ri. Bir odamning ko'ngliga azar bergan kishi mangu yaxshi kun ko'rmaydi. Lekin sizning aqlingiz mening qalbimga o'chmas dog'ni solgan. Men buni mangu unutmayman. Sababini bilamsiz? Qo'sqingiz ochdimi? Bir narsa yeb kelaman. Sen soltak! Meni singlimni aynanga selib yurgidek bo'ldim, ha? Men sana deb qo'yay. Sen chupranda mening singlimni mangu baxtli qilmaysan, oldingmi? Sen tegi pas. Mangu mening singlimga loyiq emas. Qalandaning bolasi. Anamni, dadamni tilga og'uchi bo'lma. Meni urg'idek bo'lding, ha? Sen bu mijozingda mangu pul topolmaysan, mangu qalanda bo'lib o'tsan, anladingmi, soltak? Mana. Tezmi? O'ldir. Agar pul tepish baxtli bo'lishdan derak bersa, men cho'qim pul topaman. Cho'qim. Dal mushundoq. Sizning akangiz bir umr meni yarimaz bo'lib o'tib ketsan degan. Hangimiz o'qandi? Mushu mijozing bo'lsa, bir umr meni divonidek, xuddi gadoydek o'tsan degan edi. Sen bak Hindistonlik o'xshaysan juma adash. Albatta o'xshayman-da adash. Cho'ri. Suyatdi. Sizni qanchalik yo'q. Bir ish bo'ldimi nima? O'zimni bilaman. Ya o'zingiz to'y qilmadingiz. Ya meni to'y qilg'ili qo'ymadingiz. Siz bir umr mashta bo'ydan o'tmoqchimi? Siz meni bir umr azobda o'lsin demsiz? Lekin oxiri kelibchi. O'zim sevgan qizni ololmadim. Bu mening hayotimdagi eng ichinadigan ishim. Eng ichinadigan. Siz meni uyimga qancha qitim elchi kirganini bilamsiz? 7 qitim. Hamma rad qildi. Siz rad qilgan bo'lsangiz, men rad qildi. Nurg'un qizlarning talab qilgan bo'lsa-mu, to'y qildi degan bo'lsa-mu, men hammani rad qildi. Bir sizni sevganligim uchun. Faqat sizni. Siz mening uyimga elchilik kirdiganga jur'atma qilolmadingiz. To'g'ri. Men jur'at qilolmadim. Chunki akangizni urgangudan menda. Akangizni urib qo'ydim. Chunki u mening hayotimdagi eng muhim bo'lgan siz va ota-onamga til tekkizdi. Siz va ota-onamga dog' tekkizgan odamni mangu kechirolmayman. Chunki sizlar mening hayotim. Mening eng afsuslandig'im sizni uchirtib qolganim. Eng o'kinlig'im sizni
Suyup kaldım. Aga. Ben aslında bu yenkemeydim aga. Sen... Meni kechirgin. Men odam emas. Aka, Meni kechir. unuq deyman. Masalaga hech kelmayman. Yo'q aka, yo'q, unuq qilma. Zodi nima ish bo'ldi? Bunaqa qilma aka. Men singlimga yuz kelmayman. Enim, men sana yuz kelmayman. Masalaning baxtinglarni yo'q qildim. O'z singlimning baxtini nobud qildim. O necha qatim o'zining o'limiga sababchi bo'lg'ini tasdiq qildi. Aslidillah, men xato qildim. Asli sizlarga yo'l qo'shib kerak edi. Sendan o'tilib qolay. Onun bilan to'y qil. Uni faqat senni baxtli qila olasan. Uning ko'ngliga azor berma. Sanımni sana topshirdim inim. न जाने मेरे aga दिल को क्या Baxtli bo'l singlim. Meningdek akangni kechir. Sana baxt tilayman. अभी तो यही था भी खो गया न जाने मेरे दिल को क्या हो गया अभी तो यही था अभी खो गया न जाने मेरे दिल को क्या endi meni tashlab हो ketma गया Mangu. अभी तो यही था अभी